Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bizlar hozir Seoul-munda ochilayotgan yangi fitnes zaldamiz. Hozir sizlarni bu yerda qilinayotgan ishlar bilan birma-bir tanishtirib o'tamiz. Mana hozir bizlar binoning ichidamiz. Ko'rishingiz mumkin, fitnes zalimizni biz 20 vatlik dinamiklar bilan jihozlaganmiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, fitnes zalimizni har bir burchagiga Wi-Fi uslublar o'rnatilib qo'yilganmiz. Bundan tashqari mijozlar xavfsizligi uchun fitnes zalimizga 4 megapiksellik kameralar o'rnatilib qo'yilganmiz. Yana bizda yong'in xavfsizligi uchun bajarli datchiklar o'rnatilib qilindi. Mana hurmatli mijozlar, biz hozir ish jarayoni ketyapti. Hozir xodimimiz nima ish qilayotgani haqida sizlarga batafsil tushuntirib beradi. Mana bu yoqda 20 vatlik dinamik uстановка qildik. Bundan tashqari bu yoqqa Wi-Fi usili uстановка qilamiz. Ish jarayonini video davomida ko'rishingiz mumkin.